Telegram orqali Frazabotni ochib, Start tugmasini bosadi. Bot o'quvchidan telefon raqamini yuborishini so'raydi. Telefon raqamni yuborish tugmasi orqali avtomatik yuboradi. Shundan so'ng bot ism va familiya so'raydi. O'quvchi yozib yuboradi. Keyin o'quvchi bilim darajasini tanlaydi. Platformaga kirganda ishlatgan telefon raqami Telegramdagi raqam bilan bir xil bo'lishi shart. Frazabot o'quvchining so'zlashuvini tez chiqarish, aksentni yo'qotish va tanlangan soha bo'yicha iboralarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beruvchi maxsus botdir. O'quvchi Telegram orqali ovozli xabar bilan iboralarni qaytarib aytadi va botga yuboradi. Har bir javobdan so'ng o'quvchida ikkita variant bo'ladi. Takrorlash, keyingi iboraga o'tish. O'quvchi avvalo Prepuz platformasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Botning asosiy imkoniyatlari. O'quvchi o'zining bilim darajasini va sohasini tanlaydi. Bot shu sohaga mos iboralarni ovozli xabar ko'rinishida yuboradi. Shu tartibda o'quvchi tanlagan yo'nalishi bo'yicha iboralarni bosqichma-bosqich talaffuz qilib o'rganib boradi.